Tilingizga ehtiyot bo'lsangiz bo'lmasmidi? Faqatdan bilay. O'zimda emas edim. Jahl ustida gapiraverdim. Hammasiga o'zing aybdorsan. Nima keragi bor edi gapimga gap qaytarib? Sen majbur qilmaganingda men shu gaplarni umuman gapirmagan bo'lardim. Baribir o'zingizni tiyishingiz kerak edi. Undan ko'ra o'rganingiz yaxshi edi. 3-marta aytishingiz. Endi nima qilamiz? Bilmayman nima qilamiz. Bilmayman. Hozir men akam bilan gaplashib kelay. Ko'taring aka, ko'taring. Alo. Aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Uzr, kech bo'lganda bezovta qildim aka, bemahalda. Bitta maslahatingiz kerak. Qanaqa maslahat kech bo'lganda? Soatga qaraymisanmi? Tinchlikmi? Aka, tinchlik emas, xullas. Ravsangizga 3-marta javobini berib qo'ydim. Tilimdan chiqib ketibdi. Nima qilsam bo'ladi, aka? Shunaqa degan, men unaqa deysan, jinnamisan? Bilmayman aka, bilmayman, jahl ustida gapiraverdim. Yem qursan. Nimadir qilaylik aka. Nima qilasan bunaqa holatda? Tanishlaringiz bor-ku, domlalar bor-ku, shular bilan bir gaplashib nimadir yo'lini qilaylik. Bilmadim, miyam qotib qoldi bunaqa holatda. Mayli, ertalab bo'lursinchi, yoningga o'taman. Bu narsa qilamiz. Xo'p. Umra ziyoratiga borsangni Uz Airways'da uchsang, servis xizmati a'lo darajada bo'lsa, men ham borardim umraga deb niyat qilib yurgan insonlar uchun alohida bitta zo'r yangilik. Real Dreams Tour operatorligi tomonidan umra ziyoratingizni bexavotir amalga oshirsangiz bo'ladi. Chunki bu tur operatorligi umra ziyorati tadbirlarini amalga oshirish litsenziyasiga ega. Reyslarimiz juda ham ko'p, har chorshanba kuni parvoz etishingiz mumkin. Hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va umra ziyoratiga yo'l oling. Xullas bitta narsa qilamiz. Maya qarovnasi. Bu narsani hech kimga bildirmaymiz, tushundingmi? San, men, akam. Va bu gap so'zlar oramizda qoladi. Omonat sir qilib yashaveramiz. Hech narsa bo'lmaganda hech kimga hech narsani bildirmay, tushundingmi? Birorta bir domlani topamiz, bitta nikoh o'qitib yorib, yana yashaveramiz, hech bola qilmaydi. Xudo kechirimli zot, kechiradi. Xo'pmi? Hozir akam kelganda ham akamga ham aytamiz, aka, biz shu qarorga keldik xullas. O'tgan ishga salovat bo'ldi. Bu narsa sizni er-xotinni orasida qolsin deb gaplashib olamiz. Bo'ptimi? Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo ko'rib turibdi-yu. Men ham Xudoni ko'rib turganini bilaman, jinn emasman. Lekin nima qilishim kerak? Shunda ajrashib ketaverishimiz kerakmi? Xudo mehribon zot, kechiradi. Nima qildiysan? Ha? Bolalarni tirik yetim qilib turib ajrashib ketishimiz kerakmi? Yo o'ylasangchi, bolalarimizni ko'zing qiymaydimi? Ha? Ularni tirik yetim qolishini men xohlamayman. Voyjon, adajon deb katta bo'lishini xohlamaysanmi? Shu gapni gapirishdan oldin o'ylamadingizmi? Yo'q, o'ylamadim.
Jahlda gapirdim bu narsalarni. Men ataylab qilganim yo'q, jahlim chiqib gapirib yubordim, tilimdan chiqib ketdi. Yuzimga solib sanab ezurmagin. Yo, maqsading ajrashib bolalarimizni yetim qilish bo'lsa, ochiq oydin aytavergin. Insonsan-ku sanam. Hamma ham xato qiladi. Yo, Alloh taolo mehribon zot, kechiradi deb turibman senga. Kechirimli, yaxshi ko'radi kechirishni. Yashaylik, tishimizga qo'yib bolalarimiz uchun. Hech kimga hech narsani bildirmay yashayversa, hech narsa qilmaydi. Nahotki xohlamaysan bolalarimiz otasi bilan, onasi bilan o'sishini? Bolani tirik yetim qilmagin. Onasi iltimos sendan. Shunchaki hammasini unutgan holda bir yashaylik. Xo'pmi? Xo'p. Hozir akam kelganda aka, xullas biz bir qarorga keldik. Bu gap so'zlar oramizda qolsin. Siz, men va keliningiz biladi deymiz. Buni hech qayerga chiqarmaymiz, omonat sirqib yashaymiz deymiz. Domlarni topib yana bitta nikoh o'qitib yuboramiz, yaxshi bo'lib ketadi deymiz. Tushundingmi? Bolalarimiz uchun biz majburmiz shu narsaga deb kelishib olamiz. Akamni hech kimga gapirmaydigan qilamiz. Xo'pmi? Xo'p. Men yuzim yuvib kelay. Aka, xullas keliningiz bilan biz gaplashib oldik, yaxshilab kelishib oldik. Bu narsani hech kimga bildirmaymiz. Siz, keliningiz, men bilaman, bo'ldi. Boshqa hech kimga hech narsa aytmaymiz, davomimiz. Omonat sirqib yashuramiz. Keyin bironta bir domla agar topib bera olsangiz, shu nikoh o'qib qo'ysa, yashaveramiz, davomimiz. Bolalarimiz uchun tishimizga qo'yib, bir-birimizga sabr qilib chidaymiz deb kelishdik. Mana shunda xotining bilan yashayman deyapsanmi? Ha? Nima, men ajrashib ketishim kerakmi xotinim bilan, voy? Bolalarim uchun, oilamni barbod qilmaslik uchun hamma narsaga rozi bo'lmayman, aka. Yaxshi ko'raman bolalarimni, xotinimni ham yaxshi ko'raman. Ajrashish niyatim yo'q. Men tilimdan chiqib ketgan gap uchun bitta oilamni barbod qilishni xohlamayman. Nima qildingiz? Ajrashib ketdingizmi? Hamma ham xato qiladi, aka. Aman domla topib berganim bilan 3 marta javobini berib qo'ygansan-ku. Nimaga beradi domla senga? Yo, axir bu gunoh-ku. Qancha gunohi bo'lsa, men o'zimni bo'ynimga olaman, bo'ldi. Qiyomatda Alloh taolo bilan o'zim bu masalada o'zim gaplashaman, mayli. Lekin oilamni barbod qilish niyatim yo'q, aka. To'g'ri tushuning. Bu zino. Bundan keyin har bir o'tayotgan kuning zino qilayotgan deb o'tishi mumkin. Buni kasri yomon. Bola chaqangga, yaqinlaringga urib qolishi mumkin. Bitta gunoh qildingmi, uni hech kimga oshkor qilmasang, bildirmasang, qiyomatda Alloh taolo ham shu gunohingni kechirib yuboradi degan gaplar bor. Xullas, men keliningiz bilan gaplashib shu qarorga keldik. Biz oilamiz uchun, oilamizni saqlab qolish uchun xullas birga yashaymiz deymiz, to'g'rimi? Ha, onasi? Ha. Shu narsaga kelishdik, aka. Siz Xudodan qo'rqmasangiz, men qo'rqaman. Rafsangiz nima deyapsan? Boya gaplashdik-ku sen bilan. Kelishdik-ku, bo'ldi, bolalarimiz uchun yashaymiz, tishimizga qo'yib dedik. Hozir ajrash. Bolalarimizni yetim qilmoqchimisan? Bolalarim uchun ham. O'zi qilgan ishlarimizning kasofati
Bolalarimizga yurishni xohlamayman. Ey, bo'lmaydi hech narsa. Hamma o'zi uchun o'zi javob beradi-yu. Ha? Nimaga chaqirdingiz? Jiddiy gaplashib olaylik deb chaqirdim. Xo'p. Men o'zimdan o'tganini o'zim bilaman hozir. Qilgan ishimdan, gapirgan gapimga afsusdaman. Iltimos bolamiz uchun yarashaylik. Men sensiz yasholmayman, to'g'risi. Oilamsiz, bolalarimni ham sog'indim. Sizga bir emas, 2 marta imkoniyat berilgandi. Uni ustiga Xudoning qahri keladi. Buni kasofat farzandim yurishini xohlamayman. Keyin oyim endi qo'ymaydilar siz bilan qaytib yashashimga. Umuman rozi emaslar. Nima qilasam bunaqa mas'uliyatsiz erkak bilan bir umr yashadi. Bu birinchi marta emas, ikkinchi marta ham emas, uchinchi marta shunaqa qilishi. Qizim, yig'ishtir unaqa odamni. O'zi bundan boshqa chora yo'q, javobini berib bo'lgan dedilar. Bu gaplarni meni javobini berishdan oldin o'ylashingiz kerak edi. Endi uzr. Uydagilar xavotir oladi. Ketishim kerak. Mayli domla, rahmat kattaga. Rahmat. Eshitding-a domlaning gaplarini? Eshitdim. Bitta yo'li mana shu ekan. Xotiningni kimgadir nikohlab berasan, u bilan er xotin bo'lib yashaydi. Keyin yana javobini bergandan keyin qaytarib o'zingga nikoh o'qitib olasan. Boshqa yo'li yo'q ekan. Qanaqa ko'taraman bu narsani o'ylayapsan, o'rtoq? Endi gapirishdan oldin o'ylash kerak edi. Mana shu ekan, boshqa yo'l yo'q. Eshitding o'zing? deb o'ylab ko'rgandi. Xotiningni, bolalaringni qaytarmoqchi bo'lsang, mana shu yo'l. Boshqasi yo'q. O'sha gapni gapirmayman o'lay. Bo'pti, bo'ladi, ish bo'ldi, ketding. Ishla bor. Ravsangiz? Ravsangiz? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qachonsiz? Rahmat. Nima keldingiz? Xotinimni olib ketgani keldim bolalarim bilan. Voy. Chaqirib bersangiz ketardi. Qizimga qanaqa gaplar gapirgansiz? Uydan chiqib ketgan. Endi esiga keldimi shu gaplar? Uni javobini berishdan oldin o'ylash kerak edi. Hozir to'g'risi charchadim hamma narsadan. Shuni qizingiz chaqirib bering, bolalarim bilan olib ketay. O'zimiz kelishib olamiz. U bizani hayot-ku, o'zimiz gaplashib olamiz u qizingiz bilan. Nimani kelishib olasiz? Nima sizga? Alloh hukmi o'yinchoqmi? Voy, oson gapirishingizni qarang. Arzimagan narsa deb qizimga javobini beryapsiz. Bu uchinchisi, esingizdami? Nima bunaqa hayotda o'yinchoq deb qabul qilyapsiz siz? Tilingizga ehtiyot bo'lsangiz bo'lmaydimi? Ayol kishi emassiz u. Og'zingizdan har xil gaplar chiqib ketadigan. Erkaklar har bir gapiga javob beradi. Shuni chaqirib bering, keta qolaylik. Yo'q. Bo'ldi, bu safar men qizimni bermayman. Boring keting. Bo'ldi. Boring keting. Bo'ldi, yaxshi boring. U yig'ishtirib turgan ozgina. Ozgina qoldi, shuni tugatib. Keyin gaplashamiz bu narsani. Yig'ishtirib turgan iltimosim bor senga. Qani bitta eshitdinglar-chi? Sen iltimos qiladigan nima deyman ekan? Ravsangizni javobini berib qo'ydim. Tilimdan chiqib ketib qoldi. Bitta uchta javob bermoqdingmi? Yo'q, bitta demasdi. Endi oradan azina jahl chiqqan payti qolgan ikkitasini ham gapirib yubordim. Uchinchisi tilimdan chiqib ketib qopti. Bu omonat bo'lib qolsin oramizda, tushundingmi? Ravsangizni senga nikohlaymiz. Sen ayolingmi? Ha, jim tururgin, xo'p degin. Mangami? Jim turgin, eshitgin, senga anaqa qilamiz-da. Yo'q, nima deyapsan? Nozlanmagin. Menga to'g'ri kelmaydi.
hozir oxirgi yo'lim shu, o'zi zo'rg'a chidab turibman, xo'p degan. Ko'p emas shundoq. O'qitiladi, yashaysan, ijobini berasan, men oilamni tiklayman. Tushundingmi? Bu narsani lekin hech kim bilishi kerak emas. Birovga g'ing deb aytib qo'ymagan. Kimga nima deyman? Ko'chada yurishim bor, uyalib qolishim mumkin. Boshim egilib qolmasin, men erkak kishiman, baribir men qilsa ham. Tushundingmi? Agar kimdir bilib qolsa, shunaqa qiyomatda bo'yningga yopishib olaman, qo'yib yubormayman. Javob berib turasan. Mayli. Men senga yordam beraman, faqat o'sha shart bilan. Boshqa bu so'zni og'zingga olmaysan. Yaxshi bo'lsin-da hammasi. Ehtiyot bo'lgin. Yaxshimisan? Yaxshiroqman. Bitta yo'lini o'ylab topdim xullas. Oxiri etishga sal xijolat bo'lmang endi. Majburman, nima qilay? Xullas bu joy oilamiz uchun-da, tushunsanmi? Bolalarimiz uchun, birga baxtli hayot kechirishimiz uchun oxiri shu narsaga ko'z yumib rozi bo'laman. Ana Bilol o'rtog'im bor-ku. O'sha Bilol o'rtog'imga sani xullas sani Bilolga xullas nikohlab bermoqchiman. U keyin ozgina yashab turasan-da, bir hafta 10 kun keyin javobing beraveradi. Hamiyatingiz bormi? Qanaqa odamsiz o'zi? Oyimga nima deyman? Gapirib o'tirmasang ham bo'ladi oyingga umuman bu narsani. Umuman olganda bor-ku, oying gapirma, keyinchalik gapiramiz, jab bo'lmasa. Jab bo'lmasa umrini oxirigacha bilmay o'tib ketaversa ham bo'ladi. Men baribir oyim bilan bir maslahatlashay. Erim uchun demaginda, oilam uchun degan. Oyim meni yomon ko'radi shundoq. Bolalarimga ehtiyot bo'lgin. Tavba qildim, o'zimni xotinimga, o'zimni bolamga begona bo'lib qoldim bor-ku. Tez yur. Boydan beri turibman. Bitta chiqishing qiyin. Nima bo'ldi? Oyim mayli, nabiralarim uchun deb rozi bo'ldilar. Lekin shuni biling. Ha? Bu sizga berilayotgan oxirgi imkoniyat. Bilaman, o'zim ham bilib turibman shu narsani. Ish qilib o'rtog'ingiz bilan gaplashdingizmi yaxshilab? Ha, gaplashdim. Aytdim, xullas dedim, vaziyatni tushuntirdim. O'sha ish bo'lgandan keyin sirazi javobini berasan, tushundingmi dedim. Ha dedi. Bo'ldi dedim. O'sha ish? Nikohni nazarda tutaman-da. Xullas nima bo'lsa ham bor-ku, nima bo'lgan taqdirda ham sirazi javobing beradi, keyin kelasan birga baxtli hayot kechiraveramiz. Xo'p. Yur, ketdik. Bu hamma narsa tayyor. Tayyormi? Ha. Qara, hozir mashinada o'tirib topib chiqaman. Hamma narsa kelishganimizdek bo'lish kerak, tushundingmi? Sen bilan kelishdik. Xotir olma bo'ldi. 1000 marta gapirding. Xotir olma bo'ldi, yur. Men ko'ngil xotirjamligi uchun aytaman-da. Bo'ldi, olib kir. Xo'p. Ishingsan? Ha, o'rtoq. Tuzimsan? Aha, Salom yaxshimi? Alloh shukr. Qanaqasan? Ke. Telefon qilsam ko'tarmaysan, o'zim kelaverdim oxiri. Ushabam bo'lmay qopti sani. Ha bu o'zingdan bilib javobini berarsan desam, indamayapsan sen ham, yuribsan cho'ta. Bir oydan oshib ketdi, o'sha javobini beraqa, kutib qolib ketdim men ham bu yoqda. Qanaqa javob? Nima deyapsan? Men unaqa kelishuv qilmaganman. Men bilmayman unaqa gaplarni. Xotinimga so'rayapman sendan javobini. Bu seni xotining edi. Bu meni xotinim hozir. Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? Meni xotinim-ku. Men sen bilan boshqacha gaplashganman. Nima bunaqa gaplar gapiryapsan hozir menga? Eslolmayman qanaqa gaplashganing.
Marras tur demamdi-ku, isqir. Men sen bilan qanaqa kelishgan edim? Ha? Nikohdan oldin sen bilan boshqacha gaplashgan edik-ku. Dogovor boshqacha edi-ku. Endi nikohdan o'tib olgandan keyin boshqacha o'yin qo'ssam, boshing chaqib tashlayman, nerimga tegmayman, Bilol. Men senga iltimos qilganman, oilamni tiklash uchun bu narsaga rozi bo'ldim deb. Uni qo'yin qilmamanga, Bilol, javobini ber, oilamni tikli. Tushunsanmi? Sendan men xotinimni so'rayman javobini. Men nikoh senga o'yinchoqmi? Halolasang, xohlasang javobini beraverasan. Men san emasman. Bilol, seni og'aynim bo'lganliging uchun boru, hozir hurmatingni qilib turibman, bo'lmasa boshqacha gaplashardim. Sen bilan gapimiz qo'shmayapti. Bor xotinimni chaqir, o'zi bilan gaplashaylik, bo'lmaydi, sen bilan kelisha olmayapman men. Maraz. Ichkardik meni xotinim. Meni xotinim haqida gap ketyapti. Meni xotinim haqida bunaqa gaplar gapirmagin. Men javobini bermayman. Qaytib oldimga kelmagin. Maraz.